Men natsizmga qarshiman. İkinci Jahon urushi paytida O'zbekistonga 500 ming go'dak bolalar Rossiya tomonidan evakuatsiya qilingan. Va bizning otalarimiz, onalarimiz bu bolalarni yetimxonaga yoki sharoitsiz bo'lgan yerlarga berish o'rnina o'z uylaridan joy ajratganlar. 10 yashar Kobuljon ismli bola shafqatsiz, mankurt inson tarafdan millati boshqa bo'lganligi uchun natsizm tufayli vafot etdi. Umuman aybi yo'q, gunoh yo'q, kichkinagina bola. Men o'zim bu bolani ota-onasi o'rnidan qo'yib ko'rdim va bilasizmi, xayolimdan ming xiyol o'tdi. Shetib bu darajaga yetish mumkin. Hattoki natsistlarning o'zini guruhi ham bor ekan. Va bu yerda 400 mingdan ortiq natsist odamlar bor. Va Kobuljonning videosi tashlgan vaqtida natsist odamlar oddiygina gulib reaksiya bergan. Qush uyasida ko'radi deganlarining uni akasi ham Ruskaya община, ruslar to'dasi degan guruhda a'zo bo'lgan. Nedan keladi tarbiya. Undan tashqari natsist videolar juda ham ko'p tarqalgan va bu video juda ham oshib tushdi. Bizlara uning tarbiya berilmagan. Kimdir ko'rinishini, millatini, shevasini qarab gulish uni ustidan yoki gap topish va men o'ylaymanki, boshqa odamlar ham xuddi shunday fikrda, shunday tarbiyada. Boshqa davlatlarda ham xuddi shunday fikr, shunday tarbiya bo'lishini juda ham xohlayman. Men natsizmga qarshiman.